Hamma biladigan narsani shu o'quvchilarga men ham aytib o'tishni xohlarim. Bu internetdagi, social media tarmoqlardagi har xil narsalar, albatta siz maza qilib ko'rayotganingiz, aytishadi, endi dopamin olishadi degan narsalar. Sizni shu holatda o'tirishingiz uchun qilingan narsalar. Ya'ni sizni shu ilm olmasdan, bilim olmasdan, kelajak haqida qayg'urmasdan, faqat shu aytaylik bekorchi narsalar bilan mashg'ul bo'lishingizni xohlaydi. Ular sizni erkin fikrlashga, o'zingizni kelajagingizni qurishga yoki bo'lmasa ma'lum bir medialar orqali siz miyangizni o'zgartirib, faqat shu holatingiz yaxshiligini qayta ta'kidlab, shuni o'zingizga ishontirmoqchi bo'ladi. Bu narsani bilishingiz kerak. Ko'pincha shu yoshlar ayniqsa shu qatori balki men ham shunday trap tuzoqqa tushib qolgan his qilamiz va shu narsani oldindan his qilishingiz kerakki, siz ko'rayotgan narsa albatta sizni borgan sari orqaga tortib boradi, ya'ni sizni tubanlik darajasiga tushirib boradi. Bundan qutulish uchun albatta buning sabablarini bilishingiz kerak. Nimaga shu videoni ko'ryapmiz yoki nima uchun shu Instagramda yoki Telegram tarmoqlari yoki YouTube tarmoqlarida bu narsalarni ko'rishda davom etyapmiz degan tabiiy savol uyg'onishi kerak. Meni vaqtni o'g'irlash yoki bo'lmasa to'g'ri platformalardan foydalanish va shu platforma men uchun foydalimi degan savollarga albatta ichingizda o'zingizdan ha degan, ya'ni ko'ryapsiz, educational programs channels, ya'ni ilm olishingiz mumkin bo'lgan videolarni ko'ryapsiz. Bu albatta dunyoqarashingizni kuchaytiradigan bo'lsa, bunga qarshilik yo'q. Lekin shunday videolar chiqqanki, misol uchun oddiy ismini beraman, entertaining videos. Qanday qilib eski telefonlarni yangi telefon ko'rinishiga olib kelish. Kamida 1 soatlik yoki bo'lmasa yarim soatlik yoki bo'lmasa qolib ketgan binoni yangi holatiga, asl holatiga tiklash deb ko'ryapsizlar. 1 soat, yarim soatlik video qilishyapti. Bu albatta insonni vaqtini oladigan va bu narsalar sizni mana shu holatda qolib ketishingizni xohlaydi. Shulardan xabardor bo'lgan holatda iloji boricha agar shunday bo'lsa, ya'ni sizga hech qanaqa foyda keltirmayotgan bo'lsa, mantiqsiz narsa bo'lsa, ya'ni siz uchun hayotingiz uchun mantiqsiz narsa bo'ladigan bo'lsa, albatta tezda bu platformadan chiqib keting va foydali platformalarga o'ting yoki bo'lmasam hozirda qilishingiz kerak bo'lgan va majburiyatingiz albatta ko'p o'qishingiz kerak bo'lgan narsalar yoningizda turibdi. Siz shunchaki ularni ignor qilyapsiz. Tezda shularni anglagan holatda o'qishingizni qayting va kelajagingizni o'z qo'lingiz bilan barbod qilmang. Ya'ni o'z kelajagingizni o'zingiz qila olishingizni his qiling.